Leksimizni başlaymiz, hürmetli vatandaş. Bugün çislağa 2023 yıl 2. ayının 23. günü. Haftaga Perşembe. Biz unutup kaldık emmiz gün aylarını. Bazı da vakti deydik emmiz geçirelim vatandaşlarım diye. Mazamında vatandaş, NATO'nun katibi alametler gösterdi ki Cungo Rusya'nın uğraşını qollaşı mümkün dep gösterdi. Mavzulu haber 2. ayının 23. günü Amerika vazına Xitay til programımız ilan kılındı haber. Bundan başlandı. NATO'nun katibi Stoltenberg haftanın 3. günü yani 22. günü bundan gösterdi. NATO bazı alametlerini görüp yetti. Cungo Rusya'nın Ukrayna qaratkan uğraşını kollaydıqanlığını aşkarlap verdi. Biz Cungo'nun xalqara qanunlarga xilaflık qilishni to'xtatishga tavsiya qilamiz. NATO'nun katibi Stoltenberg Amerika Birleşme Agentligining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. NATO gerçi urushayotgan taraflarning birisi bo'lmasa-mu, lekin zarur tepildi ekan biz Ukraynani qo'llaymiz. NATO'nun katibi Stoltenberg Cungo Rusya'ni harbiy qurol-yarog' bilan qo'llashi mumkinmi deb qo'yilgan savolga javob berganda mundaq ko'rsatdi. Biz ba'zi alomatlarni ko'rib yetdik. Cungoning mushundaq plani bor. Albatta NATO'ga a'zo davlatlar Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati uni, ya'ni Cungoni ogohlantirdi. Chunki bu ish yuz bermasin dedi. Cungo Rusya'ning qonunsiz urushini qo'llamasligi kerak dedi Amerika. NATO'nun katibi Stoltenberg mundaq ko'rsatdi. Cungo'nun yoshiron holati Rossiyaga yordam berishi. Cungo'nun yoshiron holati Rossiyaga yordam berishi. Rossiyani bevosita qo'llab, xalqaro qonunlarga xiloflik qilganlikdir. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik komitetining a'zosi bo'lib turgan Cungo Birlashgan Davlatlar Tashkilotining xiloflik qilib her qanday şekilde qilmasligi kerak. Demek bu cümle o'tirib qo'yildi. Hozir Cungo'ning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik komitetidagi o'rnimi tahdidga uchradi, lingishib qoldi degan vatandosh. Chunki sen buning a'zo turib, ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nizomnomasi xilof ishlarni qilyapsan, dunyo uning ma'qul demaydi-da. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Cungo diplomati Wang Yini haftaning 3. günü 22. günü qabul qildi. Bu ko'rishish G'arb dunyosini Beijing Moskvaning Ukraina urushini qo'llashga tayyorlik qildi deb anshiratdi. Cungo Rossiyaning Ukraina tajovuz qilganligini ayblashni rad qildi. O'xshashla Moskvaning ko'rsatmasiga asoslanib NATO va Amerika Qo'shma Shtatlarini Rossiyaga ig'vogarchilik qildi dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Cungoning Rossiyaning urushiga har qanday shaklda qatnashganligi bu ig'ar masaladir. Demak, bu yerda qatnashganligi qurol-yarog' yordam qilding, ya boshqa yordamda bo'lding. Yoki xalqaro diplomatik so'rinda Rossiyani ayblamadi, mushlanamiz, qatnashganlik deb qarasak, bu intayin ig'ir masaladir. NATO'nun katibi Stoltenberg Varshavada Amerika Birleşme Agentligining ziyoratini qabul qilganda, bundan burun Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Joe Biden bilan ko'rishganda NATO'ning sharq qanotidagi NATO'ga a'zo 9 davlat bilan geopolitik rayon xarakterlik bexatarlik haqida muhokama elib borganligini aytib berdi. Prezident Joe Biden bilan NATO'ning katibi Stoltenberg ko'rishdi xabar bor.
Qani aytib ko'ramiz vatandosh. Stoltenberg mundaq ko'rsatdi. Agar Vladimir Putin Ukrainada g'alaba qiladigan bo'lsa, bu Ukraina xalqiga ofat elib keladi deganlikdir. Bu g'alaba barliq kishilar uchun xatardir. Bundaq bo'lganda barliq mustabid davlat boshliqlariga xato signal berganlik bo'ladi.